Sizlarni ham doim nima ovqat qilsam ekan deb boshinglar qotadimi? Sizlarga zo'r ideya. Bugun tez tayyor bo'ladigan shunaqa shirali, juda ham mazali shilpildo tayyorlaylar. Demak, shilpildoni xamiri uchun idishga 250 ml suv, 1 dona tuxum va 1 choy qoshiq tuz solib aralashtiramiz. So'ng bunga oz-ozdan oliy navli sifatli to'ron unidan elakdan o'tkazib, o'rtacha qattiqlikdagi xamir qorib olishimiz kerak bo'ladi. Ushbu xamir uchun menga 500 gram un yetarli bo'ldi. Xamirni selofan paketga o'rib 15 daqiqaga tinishi uchun xonada qoldiramiz. Endi qaylasi uchun ozgina yog'da 1 dona to'g'ralgan piyozni tillarang bo'lguncha qovurib olishimiz kerak. Ketidan maydaroq to'g'ralgan lahm go'shti ham qo'shib, qizili ketguncha qovuramiz. Mayda to'rtburchak to'g'ralgan shirin bulg'or qarampiri, kartoshka, qizil sabzi, pomidor va maydalangan sarimsoq piyozni qo'shib, yana 3-4 daqiqa baland olovda qovurishda davom etamiz. So'ng ta'bga ko'ra tuz, murch hamda 2-3 kosa suv quyib, qaylamizni past olovda 30-40 daqiqa qaynatib olishimiz kerak bo'ladi. Qaylamiz pishishiga yaqin tinib olgan xamirimizni bir xil qalinlikda, ya'ni chuchvara va mantilaga yoyiladigan qalinlikda yoyamiz. Yoyib olingan xamirdan 10 cm to'rtburchaklarni kesib olishimiz kerak bo'ladi. Xamirlarni qaynab turgan tuz va yog' solingan suvga ozginadan solib pishiramiz. Pishgan xamirlar suv ustiga ko'tarilishi bilan suvdan olib laganga suzsak bo'ladi. Xamir ustiga tayyor qaylasidan quyib, taomimiz yanada ishtahochar bo'lishi uchun ustiga Karlix brendining quyuqqina mayin, juda mazali 7 super qatiqlaridan quyib olamiz. Shunaqangi shirali va mazali chiqdi. Har bir luqmasidan yana va yana yegisi kelaveradi. Albatta, sizlar ham ushbu usulda tayyorlab, yaqinlaringizni mazali taom bilan xursand qiling.